Milliy ma'rif. Milliy ma'rif. Milliy ma'rif. Millatning shug'i. Assalomu alaykum qadrlik ekran oldidagi ko'rarmanlar azizlar. Bugungi Qadam televiziyasidagi Milliy ma'rif programmasi o'z ishini yana davomlashtirdi. Mazkur programmaning muallifi ham riyosatchisi Berna qizinglar men Qalbnur Arifdan barchangizga sig'inishliq ham o'tliq daromadlik salomlar bo'lsin. Bugun bizning Milliy ma'rif programmamizga qadam tashrif qilgan o'qitish Uyg'ur tilida yurgiziladigan maktablarda tasviriy san'at ham badiiy emgak fanidan dars berayotgan ustozlar. Qani u chaqda ustozlar bilan yaqindan tanishib o'taylik. Assalomu alaykum qadrli ustozlar, hadilar, do'stlar, singillar. Merhaba, bizning studiyamizga xush kelibsizlar. Qani o'zinglarni ekran oldidagi ko'rarmanlarimizga tanishtirib o'tgan bo'lsanglar, marhamat sizdan boshlaylik. Assalomu alaykum. Men Muhabbat Taxunova. Mushu Almuti shahrida turaman. 8-rus o'tira maktabini bitirdim. Maktabni tugatgandan keyin Google nomidagi художественное училище o'qidim. Undan keyin KazNPU shu pedagogik universitetida bilim oldim. Hozir necha yil bo'yi 150 mushu Almutida 153 maktab gimnaziyada tasviriy san'at fanidan muallim bo'lib ishlab kelyapman. Ham Qozog'iston rassomlar ittifoqining a'zosi bo'laman. Nəhayət yaxşı. Mana siz bilan tanışıb aldıq. Bək məmnun boldum. Qani bu yaxda otagan əziz muhtaram mehmanlar özünlərini tanışdırıb ötən bolsanglar mərhəmət. Assalamu alaykum. Ekran oldidagi ko'rarmanlar. Men Azin Safiyeva Bahargul Imarjon qizi 1961-yili G'ulji shahrida dunyoga kelib, andan 1962-yili Qozog'iston diyoriga ko'chib chiqdik. Mana shundan buyon Emgekçi Qazaq nahiyasi Qizil Sharq maktabini 1-sinfdan 10-sinfgacha 1979-yili tamamlab, andan Almuti shahrining nomer 3-kiyim tikish fabrikasiga ishga kirish oldinda uchilishni tugatib, andan keyin Qozaq davlat pedagog institutining biofakini tugatdim. Undan keyin 2005-yili Qozaq tili va adabiyot fanlari bo'yicha o'qishni shu Kaspiyni tugatib, KazNPU bo'ldi, keyin Abay nomidagi davlat universiteti mana uni bitagandan keyin mana 1991-yildan tortib Almuti shahrining Turktip nahiyasi nomer 89-chi o'tira maktabida bilim berib kelyapman. Nəhayət yaxşı. Yəni bugungi kunda shu 89-chi umumiy bilim beradigan maktabda mushu badiiy emgak fanidan dars berib kelyapman. Nəhayət yaxşı. Qani qishingizda o'tagan yosh qizimiz o'zini tanishtirib o'tgan bo'lsa, marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli ekran oldidagi ko'rarmanlar va mening bugungi kundagi tanishgan chiroyli qadlarim. Rahmat. Men Musrat Asem Ro'zaxon qizi bo'lman. O'zim Malvayisidan shu yerdagi Malvay o'tira maktabini tamomlab, 2011-yili Almutiga qadam bosaman. Almutiga kelib, Alkuyir nomli kollejni tamomlab, 2014-yili Masim Yaqub nomidagi 101-maktab gimnaziyasiga ishga turaman. Shu yildan tortib, shu 101-maktab gimnaziyasida ishlab kelyapman. Aralıqda 4 yil boshlang'ich sinfida dars beraman. Shundaqla 4 yildan keyin badiiy emgak faniga avishib, hozirgi vaqtda shu badiiy emgak fanidan dars berib kelyapman. Qani o chaqda Muhabbat, men sizni rassom sifatingiz bilan nihoyat yaxshi bilaman. Siz bizning haqiqatdanmi faxrlik bilan tilga oladigan bir rassom qizlarimizning biri hisoblanasiz. Endi siz
Menil emas, mening mushu do'stlarimni ekran oldidagi do'stlarimni bo'libmi kichik do'stlarimni qiziqtirayotgan bir savol, siz rassommi yoki bo'lmasa ustozmi? Mushu kasblarni tanlashga kim sababkor bo'ldi? Endi men o'zimni ham rassom, ham ustoz deb sanayman. Meningcha har bir rassom ustoz deb o'ylayman. Ustozlikmi ish qila oladi. Endi meniki mushu o'qishga mushtaq rassom ham ustoz bo'lganimga dadam atoqli rassom ham yozuvchi Marsi Taxunov sababkor bo'ldi deb o'ylayman. Hadam ishimizni mushtaq muallim bo'linglar deb nasihat qilgan bizga. Hadam ishimiz mushtaq maktablarda surat muallim bo'lib ishlaymiz. Nəhayət yaxşı təsviri sənətdən üzənlərinin talant, qabiliyyət degan kögən adamga qonu verməydiğən bir xislət. Sizlərinin dadanglar, bizning yəni fəxrimiz Marsa Taxunov həm jurtdişim mening həqiqətən bütkül Uyğur xalqının arasından çıxan bir danlıq rəssam. Hem yazğıcı, özünün şundaq yaxşı hikayeleri bilen bolupmu ballarga begishlangan, ana jutqa begishlangan hikayeleri bilen sızgan suratları bilen danlıq akımız. Elbette ondaq talantlı kişiden talantlı sizlərdə qızlar dünyaya kelganken sizlərmi özüңlərning boyunlardakı bu xislatni yosh avlodlarimizga berib o'tsanglar, o elbette nur üstüge nur boldu deb o'ylayman. Nəhayət yaxşı. Endi siz mushu tasviriy san'at fanining ustozi bo'lish sifatingiz bilan ilgarki o'qish sistemasi, hozirgi o'qish sistemalari deb hozir pat-pat mushu gaplarni qo'llanadigan bo'ldik. Shu ilgarki ham bugungi kundagi o'qish sistemasining orasidagi farqlar bo'yicha bir fikrlaringizni anglab bakkan bo'lsak. Endi buni bir yil bo'lib qoldi, hozir bir necha yil bo'lib qoldi. Tasviriy san'at ham badiiy emgak qo'shib bir dars bo'lib qoldi. Avval biz faqat tasviriy san'at ayrim dars bo'ladi, emgak bölek ders bo'ladi. Emgak ikki ders, suratmi bir ikki ders ashtaq bo'ladi haftaga. Hozir yangi programma bo'yicha ikki fanni qo'shib bir qilib o'tkazyapmiz. Asla yorup ödekişimiz gerek. Asla. Yaş bu. Kim aslanlı? Meraklan doğmuştur. Neymiş lan? Kafamız. Asman karanlık. Koyuluk etti. Çok koyuluk. Koyuluk etti. Tam jüri. Koy qaraqasanız böyle çıkalım. Bunun tamını yoğurup çıkarak bilen bakımı. Koyuk bunu olmamış koyukdan dokunsın. Ben de araştırdım. Koyuklansız. Şimdi ak koşumuz olur. Akın çıkarak koşumuz olur. Çünkü bunu yalan mı? Anlatıram. Tol konu olmaydı ne yedik. Bakın koşuktan şey. Bundan akın. Kimin bir böyle yapıyor.
Sizlar ой fikirlarni ochiq aytsanglar bo'ldi. Masalan, ikki pan qo'shilib ketdi. Sizlar birga o'tyapsizlar. Buning endi ilgariga qaraganda hozirgi farqi qanday, yaxshilik tarafi qayerda yoki bo'lmasa qo'shilmaydigan yerlaringlar bormi degandek bir fikrlarga qo'shilib bergan bo'lsanglar, mishada. Endi bu yerda ikki pan qo'shilib ketganki, albatta bolalarga salbiy ta'sir yetkazdi. Meningcha, undaq bo'lgani bu yerda suratni ilib menish kerak, ham emgak darsidan emgakni o'tish kerak. Shuning uchun bolalarga biroz salbiy ta'siri bor. Asiyam, sizning-chi fikringiz? Mikrofon. Men mushu yangi programma bo'yicha vaqtida ishlab qoldim. Shuning uchun beshida men qiz o'g'il deb bo'linadi emgakpanda. Hozirgi vaqtda qiz o'g'il deb bo'linmaydigan bo'ldi. Podgruppa deymiz-ku, podgruppaga bo'linadigan bo'ldi. Yana bir yeri qiz o'g'il birikib o'tgandan keyin abaqi maxsus mavzularım aşılınğa qo'shilib ketdi. Keyingi kunda bilmaymiz qanday bo'ldi. Endi sizning demakchi bo'lganingiz burungi o'qish sistemasida har bir pan alaytan o'tilsa, ham qizlarga alaytan, yigitlarga alaytan berilsa, nihoyat yaxshi bo'ladi deysiz-ku. Demoqchisizmi? Ham boshlang'ich sinfda alaytan tasviriy san'at darsi bo'lgan bo'lsa, burunqidek nihoyat yaxshi bo'ladi. Bola yaxshi surat soldi, yaxshi ko'rib soldi. Hozir suratga ular ta'sirlanib, ular bir narsani o'ylab, ular o suratlarni yasag'icha vaqt kerak deysiz. Hozir bir yil emgak dars, badiiy emgak surat selish oz bo'lyapti. Vaqt oz. Avval burun qanaq bo'ladi? Tasviriy san'at ayrim bir dars bo'ladi. Va nihoyat yaxshi bola surat selib emgak qiladi. Shundami sizlar mushu mumkinchiliklarni foydalanib, masalan, maktablarda o'mak deganlar bor. Menchi bo'lsa shu o'maklar orqali bo'lsa-mu bolalarning qiziqishini oshira olasizlar-ku deyman. Ha, Asiyam? Albatta, o'mak deganlar maktabda bo'lishi kerak deb o'ylayman. Mening shaxsiy o'zimda maktab bo'yicha ekoklub degan o'mak bor. U o'makda shu qizlar bilan ishlagan vaqtida boshlab qo'ygandik. Yaman chiroyli, yaxshi bir qiziqarli o'mak. Sababi biz qizlar bilan shu dars ustidan, darslikdan boshqa maktab ichidagi butkul gullarning hammasini aniqlab, ularning hammasi o'zining qachi gullarning hammasini aniqlab, ularning nomini, ularning abaqi nima bildirganligini, ular qanday kutumni xohlaydiganligini, ashlarning hammasini tadqiq qilib, aniqlama yasadik qizlar bilan. Shu aniqlamadan boshqa ba'zi chaqlarda bizda ko'rgazma bo'ldi. Shu ko'rgazmalarda aniqlamadan boshqa gullarning o'zimiz urug'ini tikib, parvish qilib, shularni shu ko'rgazmaga nimaga tayyorlaymiz. Qo'yishga, ko'rgazmaga qo'yishga shu gullarni tayyorlaymiz. U o'mak qizlarga faqat nimadan darslikdan boshqa keyingi kunda qiz degan uyning kelajak bir ansi kelajak. Shunlashqa ularga faqat tikishtila emas, tamoq ichishla emas, uy tozalashla emas, gul degan u eng chiroyli qizlar o'zi guliga o'xshaydi, qiyos qilindi. Shuning uchun shu gul bilan boshladik biz bu o'makda. Nihoyat chiroyli bir ishni qo'lga olibsiz. Bu demak, qiz bola tarbiyasiga munosabatlik bir cho'ng bir ishni boshlabsiz demakchi. Men nihoyat xushal bo'lyapman Asiyam bu gapingizni anglab. Albatta, har bir bo'libmi biz Uyg'ur xalqi gulga xumor xalq. Shundaq deb qo'ydi. Har bir Uyg'urning ho'ylisiga kiradigan bo'lsak, rangarang echilgan gullarni ko'rib, har qanday odam baxtli bo'lib, o'zirinib ketadi. Bu gül östürüş, o gül her bir gülünün nami, onun manası, onu qandaq küteş gerek, perviş qilish gerek, onu qandaq bu kız balalarga yetkish gerek deganning o'zi bir san'at.
Һәм бу bir эстетикалык тәрбие. Сезгә мен гәпләрегезне алып бәк хуш булдым, мәмнун булдым. Эшләрегезгә утык теләймен. Кәне Бахар Гүләдә әнде сөһбәтебезне сез белән дәвамлаштырайлы. Siz mana bayı mən özünüzü tanıştırıb ötkəndə bayqığınımca bir qançılığan kəsbinin egisi bovatsız. Həmisi ustazlıq yolda, бірақ fənləriniz hər türlük. Қазақ тілі әдәбиятыдан mı dərs bədiniz, aldıda biologiyanı oxudunuz. Əndi bugünkü gündə bədii əmgəkdən dərs berib etibsiz. Qəni özünüzün muşu bədii əmgəkə, kelişinizə, sizin mi ailədə bir türtkü bolğan insanlar boldu mu? Әлбәттә, мен ата нәсиеті деген төвәндікі мысрала білән башлығым кеп атыды. Қадырдан ата, күйімчан ата, өстердің перзентлер қатарда, қызға лайық тікінші бол деп, әвәттің мені оқышлаға, халқы үшін көйген вәтінім, қәвәтләп сапту яшлаға бина, тұрымыз біз ятақаныда, әнсірмеген қызыңдың мана. Жүрімен әнді шәһәрләр арлап, тикенче болып, ішімні ішлеп, сырттын оқимен, давамлаштырып, ерге қылмаймен, ата сөзін деп, мана мұшу мысрала білән, әнді мен үзәмніңкі мұтәхәсілікні талап илшімға байқы етқандек, дадам сәбәп болып, мана мұшу әмісі бір ұстазлық yoludur. Ustazlıq yolu bilen başlandı. Endi bugünkü muş prosentten paydalanıp, men 7. sınıfta okup жүргенде Rəhmətlik Abdimecid Döletov bizni bir qancha suallarını koyup şiir yazılған çağda şu vaqtida muşundaq yazgan şiirlerimga pəxirlanıp, dəslep birinci qitimda bahar Kızlar gül terip barar, qaqaqlap külüp barar, güllerinin pıraqları ettir misalға tarar деп başlagan. Mana şundan keyin men ança-munça қолымның қаламын тәвіртіп кеп атымен, оны әлбәттә həmisi ustazlığının yolu деп ойлаймын. Мұшу ustazlıq болып, ішіне еліп меншімға әлбәттә дадам сәбәп болды деп. Неме деген яхшы, сіз бүгінгі келген менің мехманларым бір нәрсесін шында қошал болатыны. 8 қырлық, 1 сырлық инсанлар кесілі. Пәкатлы бір пәннілі, шу пәннілі дәріс беріп кәмейзілі, біріміз мана рәссам, әм ұстаз, біріміз әм мана бәді әмгәктімі дәріс берелейміз, қазақ тілі әдәбияттымы дәріс берелейміз, әм қошымчы шейірланы ижат қылмыз. Неме деген яхшы, мен сіздің шында қошал болып отыру атмы әдәп. Бүгінкілікте бәді әмгектің дәріс беріп кеп атымен, әм қазақ тілінің қошып, білі епкет бар мен. Қане Асиям, мұшы яш ұстаз сүптіңіз білән сізге қоймақшы болған бір суалым, әм мені қызықтыру атқан бұл суал. Мұшы бәді әмгек пәнінің асасы принципларға тоқтылып өткен болсыңыз. Мәрхәмет. Бәді, сөз бегініңізге рахмет. Бәді әмгек пәнінің принципларға дегенде ади нәрслер. Biz məktəbdə oxuculara bilim beribla emas, tərbiyə beribla emas. Öydəki tərbiyədən başqa məktəbdə həm tərbiyə berib, ulanı əmgəkçanlıqqa, hünərvərlikə, çevər qollağa ügütüş, yəni çaqırır. Çeverlikə, mahirlikə, ügütüş, əmgəkçan boluşqa, hər yanlıq boluşqa, hər tərəf. Mana özəңlə oxşaş, hər xil 8 qırlıq, 1 sırlıq boluş degəndə xislətlərini şu qız ballarının boyuğu sındırış. Şunun bilən ulağa estetikалық, güzel tərbiyini beriş. Xoş, nəhayət söhbətimiz qızıq bolatıdı. Qeyni əndi mən muşu qarаңlar muşu çıraylıq tuğan rəsimlərə qarab yasalğan qol hünərvənçilik tərəfindən əkəgən muşu bir körgəzməyə qarab, ixcham körgəzməyə qarab, bək xoşal bolatmən. Bunun içində biz muşundaq bir körgəzmələr bilən толтырып әткән болсақ, Нұрсүтік Нұр болады. Мұшы кім ясыған, кімнің шагыртлары ясыған, қайны Бахарда өзіңіз біраз түшендіріп өткен болсын. Рәхмет Қалбинұр. Әлбәтте мана бұл иліп келген бүгінгі көргәзмелі оқушыларның әмгігі. Оқушылар қыз балы әр тараптан етіліш керек.
Үйде келечек аны болса, hazır мектепте biz ügetken emgekler bilen meyli tamak etiş, meyli tikiş, tokuş деген qoşaş. Mına şunşaş keyinki vaqtlarda süret bilen bile qoşup etkenden keyin, ula teya süretlerini iyilip, ulanı neqişlep yasap, andın ki onunla monçaqlarını çaplap. Mana şundak işlerini iyilip men vatıdı. Mana bunu qoldun kelişçen tikip, yıkıdık süretimi tikişle bilen. Monula Elbette hemsi gerek tokuş. Keyinki vaqtlarda monçaq bilen işleş naaytı köp terak etip atıdı. Mana şunun üçün bulamı monçaqlar bilen her xil jıqaraq ilip kelemedik. Endi gülleba bizde yasalgan. Endi köpligen körgezme qayadın busun körgezmelerini uyuşturup apırıp oturmaz. Mana şunun oxşaş monçaqlarını bilen işleşle, toquşla. Şundaq alaytan şundaq saat berildi o. Bizge şundaq neme derslikning arsida ba to'qish. Mana masalan 7-6 sinflarda to'qishlar bor. Bir necha ders bor, 2-3 ders shu to'qishlarga beg'ishlangan. Mana shu vaqtlarda to'qib ishlaymiz. 5da vizuallik san'at deb nima surat yasashlar kirdi. Mana shuni o'xshash bölümler. Tasviriy san'at bilan bog'lanishgan yerlar, ya, mening tushungim. Tasviriy san'at bilan bog'lanishgan yerim shuning uchun bunu Yanımı qaranglar, surat yasash, yoki bo'lmasa qog'oz bilan ishlash, yoki bo'lmasa raxt bilan ishlash, yoki bo'lmasa to'qimchilikni o'rgatish degandan sirt, qizlarimizni milliy taomlarga tayyorlash degan bir tarmoqlar bo'lish kerak, Ba. Badiiy emgakda. Nima tarmoqlar nihoyat ancha shu 4-charakdan boshlab berildi u tarmoqlar. Tamoq etishlarni o'rgatamiz. Endi uningga условия deb qo'yamiz. Yo'q, imkoniyat yo'q bo'lsa-mu biz shularni bolalarga yetkazishga tirishamiz. Hozir dunyo yuzlik xalqlarning taomlarini o'rgatamiz bolalarga. Bizning milliy taomlarni. Bizning milliy taomlarni o'rgatamiz. Ularni ipmangimiz. Albatta ailada ota-ona qizlarga o'rgatadi. Endi bu maktabda o'rgangan, bizmi o'z vaqtimizda maktab o'quvchisi bo'ldik. Bizgami o'rgatganda biz uchun bir qiziqarliq bir ish bo'ladi deb, uyda ota-onamizdan o'rganib, maktabda ustozdan o'rganish bu bir ajoyib bir ish deydi. Rahmat. Qanim qarang, mana shu ko'rgazmalar qarab o'tirib, Muhabbat, Asiyam, Bahargulada maktablarda har qanday faoliyatlar bo'lsin, maktab ichilik bo'lsin, nahiyalik bo'lsin, shaharlik bo'lsin, jumhuriyatlik miqyoslarda bo'lsin, ba'zi bir maktablardagi shundaq qo'l hunarvanchilikni yaxshi taraqqiy etkazgan maktablarning ko'rgazmalarini shundaq yerlarga, festivallarga, konkurslarga, faoliyatlarga ko'rgazma qilib akilishga chaqirdi. Shundaq ko'rgazmalarga qatnashgan vaqtinglar bo'ldimi, Muhabbat? Ha, bo'lgan. Masalan, Marsda Xunovniki 80 yoshlarga cho'ng bir festival o'tkazgandik. Ana yurt qo'ynida degan nomliq. Shu yerga bizning jumhuriyatlik festival bo'lgan. U yerga biz nihoyat yaxshi qatnashdik. Ya'ni ko'p bolalar keldi. Qozog'istondagi barcha Uyg'ur maktablardan o'quvchilar ko'p keldi. Nihoyat yaxshi o'tildi. Shu yerdami bolalarning shu surat darsiga bo'lgan qiziqishni biz shunday yaxshi bayqadik, Men uningdan xabarim bor, chunki biz uni Muhabbat ishimiz birlikda hamkorlikda o'tkazdik. Shunday yaxshi bolalarimiz Butkul Qozog'iston diyoridagi shu o'qitish Uyg'ur tilida yurgiziladigan maktablardagi bilim olayotgan bolalar kelib, o'zlarining yasagan suratlarini shu yerga 2 haftaga biz ko'rgazmaga qo'ydik. 2 hafta bo'ldi. Ham talada asfaltni yasadi, ashad yasab, ashadni ko'rsatdi, hunarni o'quvchilar. Nihoyat ko'p keldi. Yaxshi o'tdi. Unda festivalga qatnashib turamiz biz. Yaxshi utuqlarga yetgan shogirdlar bor albatta. Bor, albatta. Nihoyat yaxshi. Asiyam sizning demakchi qo'shmoqchi bo'lganingiz? Albatta, unda ko'rgazmalar bizda ko'p bo'lib turdi. Mehmonlar kelganda har qanday faoliyatlar bo'lgan vaqtida bizda maktabda ko'rgazma, qo'l hunar ko'rgazmasi ko'p uyushtiramiz. Undan boshqa shaharlik ko'rgazmalarga ko'p ishlarimizni olib u yerdan shaharlik olimpiada deb qo'yamiz. Shu yerdan o'rin olgan o'quvchilarimizni bo'ldi. Utuqlarni qo'lga elib keldik. Allohga shukr. Shu ko'rgazmani ko'p o'tkazimiz bo'ldi bizda. O'rinlashtiramiz. Keyingi qitimlarda sizlarni shogirdlaringlar bilan taklif qilsak, shu bizning milliy ma'rif programmamizga shundaq shogirdlaringlar bilan mashadlar, naq maydonlar, chevarlik sinflarini
өткізіп, тәжірибе алмаштырып экран алдыдaki көрерменlerimiz bilen тәжірибе алмаштырсақ нұр үстіге нұр болады екен. Мен сілерні күтіме кейінгі мұшындақ біздің Milli Marif programımızga şagirtlarına bilen kelişke teklif kılımı. Рәхмәт. Biz bu көргәзмәләрне оештырып торабыз. Шагыртлар белән килешкә без бу тәйяр. Рәхмәт. Рәхмәт. Сезләр белән булган сөһбәтем аяклашып кибитипте. Кыйны учакта безнең мушы Кадам телевизиясендә мана уйгыр телдәге көз тишләр Кадам телеканалының эшләп атканыга 20 елдан ошык вакыт булатыды. Һәм бу yerdə Milli Marif программасына өзүнүн ишини мана мушындак ип кетип барды. Безнең телеканалга үзаңларның итмакчы булган ой пикирләңләр. Tiləklərinlə. Yəni bu bizim ənənəvi sualımız axırda qoyulduğan. Mərhəmət. Endi Qadam televiziyası içilğiniga biz mən şəxsən özüm nəyətdi xoşalman çünki biz bu kanal arqılı köplügən adamlar bilan tanışıbatmız, köplügən narsalarni bilbatmız. Nəyət yaxşı sizlərə utuq tilaymiz. Rəhmət, mühəbbət. Qani nima әсемеде baxar dəslər? Qadam televideniyasының içilğiniga biz nəhayət xursand. Mən özüm şəxsən muşundaq işiniz yuqori pəllədə örləvəsin. Bizni muşundaq nəhayət xursand. Köpdən köp sizə rəhmət. Qadam televideniyasının içilğiniga әміміз бек xoşal. Hem bugünkü gündə muşu uyuşturup otagan qadınlara sizə rəhmət. Kelgan ədlərimizə rəhmət. Həminlağa salametlik, köngül aramlıq, elimiz aman bolsun. Örləyveringlar. Köp utuqlar aytыңlar. Rəhmət, qədərlik ustazlar, hədilər, dostlar, sыңırlar. Bugünkü bizning Milli Marif programmamızga qimmat vaqtinglarni bölüp kelganinglardan bək məmnun bolduq. Hürmetlik ekran aldıdaki körermenler, teletomoshabinlar. Bugünkü bizning Milli Marif programmasi mana ayaqlashib qaldı. Biz sizlar bilan xo'shlaşmaymiz. Yan bir qitim Milli Marif programmasida yuz ko'rishib, didorlashguncha aman bo'layli deymiz.